Assalomu alaykum aka ukalar, yaxshimisizlar? Xabaringlar bor, bir oydan beri video qo'ymaymiz. Sababi 11400 talik YouTube kanalimiz taktik bilan o'chib ketdi. Sizlarga oshiqcha informatsiya berib o'tirmayman. Kayfiyatinglarni ham tushirish niyatim yo'q. Xudo xolasa bu YouTube kanalimiz yangi formatda va yangicha stilda va sizlarga yoqadigan narxlarda va yangicha videolar bilan, yangicha editlar bilan xudo xolasa bo'ladi. Sizlarda ham ko'p vaqtinglar olmagan holda bugungi videomizda qanaqa notebooklar bo'lishini birin-ketin tanishtirib olaman. Xudo xolasa bu notebooklarimiz 2026-yil hamda 2025-yildagi eng top ko'rsatkichlarga ega bo'lgan hamda eng flagman notebooklar bo'ladi. Birinchi modelimiz HP Envy 16 modelidan juda ham parametrlari kuchli hamda funksiyalari ko'p. Ikkinchi modelimiz butun O'zbekistonning qalbidan joy olgan model HP Victus. Keyingi modelimiz Acer Nitro V15 model, faqat bu Core i9 bunaqasini oldin 100% garantiya beraman, ko'rmagansizlar. Va to'rtinchi modelimiz Asus VivoBook Pro OLED modelidan, ekrani OLEDli va oxirgi modelimiz HP Ome modelidan bo'ladi. Xudo xolasa shu ko'rgan notebooklarda to'liq obzorlari, narxlari, parametrlari bu videomizda bo'lib o'tadi. Obzorimizni HP Envy 16 modelidan boshlaymiz. Notebookimizning tashqi holatlari juda ham ideal holatda, yangi bilan почти bir xil holatda. Korpuslariga keladigan bo'lsak, to'liq korpusi alyuminiy premium metal korpuslar bilan jihozlangan bo'ladi. Ekran dyumlari 16,1 dyumli 120 MHz 2K touch screen, ya'ni ekranda sensor bo'ladi. Bunaqa modelni oldin sizlarga hech kim ko'rsatmagan YouTube tarixida. Xudo xolasa sizlarga shunaqa eksklyuziv modellarni faqat Laptop Store ko'rsatadi. Qo'shimchasiga Face ID'lar mavjud, akustika sistemasi Bangolufsen va podsetka keltiruvlari bilan jihozlangan bo'ladi. Endi hammani qiziqtirgan joyi parametri bo'ladi. Sizlarga hozir parametri bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Bu notebookimizda Intel Core i9 13900H protsessorlar joylashtirilgan, 14 yadro 20 potok, har biri 410 Hz dan boshlab 540 Hz gacha bemalol razgomon oladi. Tezkor xotiralari 16 GB lik DDR5, buni yana bemalol 32 GB gacha yo bo'lmasam 64 GB gacha upgrade qildirishlar, ya'ni kuchaytirish imkoniyati bor. Doimiy xotiralarga keladigan bo'lsak, 1 TB lik NVMe SSD, buni ham istalgancha kuchaytirish imkoniyati mavjud. Video kartalarga keladigan bo'lsak, laptopimizda naqd ikkita video karta mavjud. Birinchi video kartasi Intel Iris, ya'ni display ishlash uchun, ekonomiy ishlarda ishlash uchun. Qo'shimcha kuchli video kartasi esa Nvidia GeForce RTX 4060 studio video kartalari joylashtirilgan bo'ladi. Notebookimiz o'z ishini professionallar uchun mos keladi. Arxitektor dizaynerlar, motion dizayner, grafik dizayner hamda video montajyorlar uchun ham birdek ketadi. O'yin o'ynamoqchi bo'lgan mijozlarimiz uchun ham bemalol CS2, GTA 5, Dota, Call of Duty shunga o'xshash o'yinlarda ham maza qilib o'ynash imkoniyati mavjud. O'rta ofislarda ishlovchilar uchun ham bemalol to'g'ri keladi. O'qituvchi, student, buxgalterlar ham olib maza qilib ishlatsa bo'ladi. Notebookimizning narxi $889 chiqqan. YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $875 qilib beramiz. 12 ta viloyatga mutlaqo tekin dastavkalari bor albatta. Bemalol 5% to'lovini oldindan qilib, borgandan keyin qolgan 95% to'lovini notebookni ko'rib, AIDA hamma programmalardan tekshirib, keyin to'lov qilish imkoniyati mavjud. Uzun-dasiya, open-dasiya orqali ham bo'lib to'lashga olsanglar bo'ladi. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. O'zbekistonda sotilishi bo'yicha eng ko'p notebooklardan bittasi HP Victus modelini, byudjetliroq, lekin parametri kuchliroq modeli. Qarshilarda HP Victus 15. 15.6 dyumli ekran, podsetka keltiruvlari mavjud, kapilyatsiya intellekti bor, ekran gertsi 144 Hz, parametrlari Ryzen 9 45H S protsessor, 8 yadro 16 potok, 4 Hz dan 520 Hz gacha turbo booster razgomon oladi. Tezkor xotiralari 16 GB lik DDR5, doimiy xotiralari 512 GB lik NVMe SSD, qo'shimchasiga Neuron protsessorlari joylashtirilgan. Va video kartalari ham ikkita. Birinchi video kartasi ekonomiy ishlar uchun AMD Radeon, ikkinchi video kartasi Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB lik video kartalari bor. Notebookimiz umumiy holatlarga keladigan bo'lsa, juda ham yaxshi holatda. Barcha turdagi shu hozir obzor qilayotgan notebooklarda yangisidan so'ragan mijozlarimiz bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Yangisi ham bor. Sizlarga bugungi videoda ozgina ishlatilgan, lekin holatlari ideal holatda bo'lgan notebooklarni ko'rsatyapmiz. Xo'p, notebookimiz holatiga to'xtalib o'tib ketamiz. Juda ham yaxshi, zo'r holatda ko'rishingiz mumkin. Bemalol maza qilib olib ishlatadigan notebook. Bu notebookimizni ham sohasini professionallar uchun tavsiya beramiz. Grafik dizayner, motion dizayner, video montajyor, undan tashqari o'yin o'ynamoqchi bo'lgan mijozlarimiz uchun, Word Office ishlamoqchi bo'lgan mijozlarimiz uchun ham to'g'ri keladi bemalol.
Laptopimizning narxini $725 qilib beramiz YouTube'dagi obunachilarimiz uchun. Ya'ni YouTube'dan ko'rib keladigan bo'lsanglar, xudo xolasa, sizlarga yoqadigan bonuslarni qilib beramiz. Faqat YouTube'dan ko'rib kelganinglarda aytishinglar kerak, shunda bonuslarni albatta qilib beramiz. Notebookimizni ham 12 viloyat bo'yicha dastavkalarni qilib beramiz. Bemalol O'zbekistonni istalgan joydan murojaat qilsanglar bo'ladi. Bundan tashqari chet davlatida bo'lsanglar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, shu yonimizdagi chet davlatlarda bo'ladigan bo'lsanglar, u yerlarga ham dastavka qilib beramiz. Hozirgi ko'rsatadigan notebookim Yevropa va Amerikada juda ham keng tarqalgan Acer Nitro V15 modelidan bo'ladi. Notebookimiz odatiy V15 model emas, ya'ni Nitro odatiy model emas. Sababi mana ko'rishingiz mumkin. i9 RTX 4060 video karta, patseti keltiruvlar bor, 15.6 dyuymlik 165 Hz Full HD IPS displeylar. Endi mana sizlarga parametri bilan to'liq tanishtirib o'tib ketaman. Bu notebookimizda Intel Core i9 13900H protsessorlar joylashtirilgan, 14 yadro 20 potok, har biri 410 Hz dan boshlab 520 Hz gacha bemalol razgomol oladi. Tezkor xotiralari esa 16 GB DDR5, buni bemalol yana 64 GB gacha, xohlasanglar 32 GB gacha, xohlasanglar 24 GB gacha upgrade qilish imkoniyati bor. Doimiy xotiralariga keladigan bo'lsak, 512 GB ga NVMe SSD, buni ham istalgancha kuchaytirsanglar bo'ladi. Bu notebookimizda ham ikkita video karta mavjud. Birinchisi Intel UHD, ikkinchisi kuchli sohalar uchun video boshida aytayotgandek Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB video karta bor. Bu notebookimiz ham sohasini professionallar uchun, gamerlar uchun, Word sohasida ishlovchi mijozlarimiz uchun, Excel ishlovchi mijozlarimiz uchun to'g'ri keladi. Notebookimizning narxi $889 chiqqan. YouTube'dagi mijozlarimiz uchun bu narx amal qilmaydi. $869 ga kelib bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Holatlari juda ham zo'r, yaxshi holatda, skromniy notebook. Shaxsan o'zimga ham juda ham yoqadi. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. Muddatli to'lovga ham chiqarib beramiz kelsanglar. Hozirgi ko'rsatadigan modelim grafik dizaynerlar va motion dizaynerlarda orzusi bo'lgan modellardan biri Asus VivoBook Pro 15 modelidan bo'ladi. Notebookimizning holatlari juda ham zo'r holatda. Bu notebookimiz faqat kreatorlar uchun moslab chiqarilgan bo'ladi. Ekran dyuymlari 15.6, 208K OLED, 120 Hz displaylari bor. Xavfsizlik tizimlari Face ID bilan jihozlangan. Patseti keltiruvlari mavjud. Ust korpuslari alyuminiy bo'ladi. Ichki korpuslari bo'lsa premium plastmassalardan foydalanilgan bo'ladi. Notebookimizning parametrlari ham juda ham moshni. Parametrini ko'rsatishdan oldin akustik sistemasi bilan tanishtirib o'tib ketaman. Dolby Atmos display, Dolby Audio akustik sistemasi hamda Harman Kardon akustik sistemasi mavjud, ya'ni ikkalasi kollaboratsiyada chiqqan bo'ladi. Qo'shimchasiga color grading uchun shunaqa shaybalari ham mavjud. Bu ishlaydi funksiyasi. Laptopimiz protsessori Intel Core Ultra 9185H protsessori bo'ladi. 16 yadro 22 potok, har biri 250 Hz dan boshlab 510 Hz gacha bemalol razgomol oladi. Tezkor xotiralari 16 GB. Tezkor xotirani tushunmayotgan mijozlarimiz uchun RAM, shu RAM o'zbekchasiga tezkor xotira bo'ladi. 16 GB DDR5, doimiy xotiralar esa 1 TB NVMe SSD bo'ladi. Qo'shimchasiga Neuron protsessorlari ham bor. Video kartalari ikkita. Birinchi video kartasi Intel IRC, ikkinchi video kartasi Nvidia GeForce RTX 4060 Studio video karta bo'ladi. Studio video karta bilan oddiy video kartaning farqlari ko'p. Birinchi o'rinda shu hamma biladigan farqi GeForce Experience programmasida qo'shimcha funksiyalar paydo bo'ladi. Studio video karta bo'lsa. Notebookimizni media sohasida ishlovchi mijozlarimiz uchun tavsiya berib qolamiz. Mobilograflar uchun, videograflar uchun, montajyorlar uchun, After Effects ishlovchi mijozlarimiz uchun, DaVinci ishlovchi mijozlarimiz uchun, jamiki montajda ishlovchi mijozlarimiz uchun tavsiya berib qolaman. Grafik dizaynerlar ham bemalol olib ishlatsa bo'ladi. Gamerlarga ham to'g'ri keladi. Bemalol maza qilib OLED ekranda Call of Duty, CS2, GTA 5, GTA 6 o'yinlarini ham maza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Bundan tashqari WordOffice, Excel'larni ham bemalol ishlasanglar bo'ladi. Excel bilan Wordni ko'taradi. Notebookimizning narxi $1099 chiqqan. Notebookimizning narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $1079 qilib beramiz. Bundan tashqari Telegram kanalimizga qo'shila olsanglar, Telegram kanalimizda ham har kunlik kamida 2-3 ta yangiliklar qo'yib boriladi. YouTube'ga o'zingizlar bilasizlar, buni imkoni yo'q. Har kuni video joylashdi. Sababi operatorimiz bo'lish kerak, videograf, montajyorimiz bo'lish kerak. Shuni hisobiga Telegramga qo'shila oladigan bo'lsanglar, to'liq informatsiyasi, to'liq rasmlari bilan har kuni joylab boramiz. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. Holatlari juda ham yaxshi, ideal holatda turibdi. Bugungi obzorimizga kelib beradigan model HP Ome 16 modelidan bo'ladi.
Notebookimizning umumiy holatlari juda ham zo'r, ideal holatda, ichki hamda ustki korpuslari to'liq premium plastmassalardan foydalanilgan bo'ladi. Notebookimiz ekran dyuymlariga keladigan bo'lsak, 16,1 dyuymli 2K adaptiv 240 Hz displeylar bilan jihozlangan. Qo'shimchalari padseti keltiruvlari bor va akustika sistemasi Bangalosen bo'ladi. Endi sizlarni to'liq parametrlari bilan tanishtirib ketaman. Laptopimizda Intel Core i 9-13900X protsessorlar joylashtirilgan. 24 yadro 32 potok, cache pamyati 36 megabaytli, 220 MHz dan 500 GHzgacha 540 GHzgacha bemalol razgom ola oladi. Tezkor xotiralari 16 GB, doimiy xotiralari 512 GB bo'ladi. Notebookimizda video kartalari Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB video kartalari mavjud. Notebookimiz umumiy holatlari juda ham yaxshi holatda, bo'lib to'lashga ham bemalol olsanglar bo'ladi. Notebookimizni ham sohasini professionallar uchun tavsiya beramiz. Dasturchilar, kiberxavfsizlik sohasida ishlovchi mijozlarimiz uchun, bundan oldingi notebooklar ham shu kiberxavfsizlik dasturchilar uchun bemalol to'g'ri keladi. O'z dasturchilar buni juda yaxshi biladi. Meni aytish esimdan chiqib qolibdi. Video montaj yo'llari, After Effects, grafik dizaynda ishlovchi mijozlarimiz uchun, o'yin o'ynovchi mijozlarimiz uchun ham juda ham qo'l keladi. Shaxsan o'zim ham shunaqa model ishlatganman ancha yillar. Notebookimizni narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun 899 dollar qilib beramiz. Xudo xolasa sizlarga ham shu modelda tavsiya berib qolamiz. Garantiyalari bor albatta hamma notebooklarimizni bo'lib to'lashga Open Nasiya, uzun nasiya orqali 6 oydan 12 oygacha olsanglar bo'ladi. Videomizni yakunlashdan oldin manzilimiz bilan tanishtirib o'tib ketaman. Har doim videoda aytganman, ZC supermarketida mana bu ZC supermarketi bo'ladi. Bu ham Alochi Kurgovoy keladigan bo'lsanglar, lokatsiyalarini tashlab beramiz. Undan tashqari o'zimiz ham chiqib turamiz. Bu taraf poliklinikani to'rtkichasi. Baribir tushunmagan bo'lsanglar, lokatsiyasini shu yerda qoldirib qo'yaman. Ham Yandexdan, ham Mapsdan. Просто sizlarga ZC supermarketi orientir bo'lish uchun buni ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda qanaqa notebooklar bo'lishini kommentariyada yozib ketsanglar, sizlarga yoqadigan notebooklarni obzor qilishga harakat qilamiz.